degan xizmatlardan hisoblanadi. Ya'ni bir ikkinchisiga qarshi ko'rsatma berishi bu davlatdagi jiddiy muammolar borligini bildiradi. Demak, shu hafta Ronen Bar qasamyod ostida Netanyahu undan shaxsiy sodiqlik, ya'ni faqat Netanyahuga sodiqlik va konstitutsiyaviy inqiroz holatida Oliy sudga emas, balki shaxsan o'ziga bo'ysunishni talab qilgan. Uning aytishicha, uning ishdan bo'shatilishiga hukumatning ishonchi yo'qotgani haqidagi rasmiy bayonot emas, balki bosh vazirning bosimiga bo'ysunishdan bosh tortgani asl sabab bo'lgan. Isroil ommaviy axborot vositalari va mutaxassislari maxsus xizmat rahbarining Netanyahuga qo'ygan ayblovlarini jiddiy deb baholamoqda va ularning qasamyod ostida berilgani bu ayblovlarga salmoq, ya'ni ularni salmog'ini ortayotganini ta'kidlashmoqda. Agar Ronen Bar ko'rsatmalari yolg'on bo'lsa, jinoiy javobgarlikka tortilishini to'la anglab yetmoqda. Huquqshunos sifatida, maxsus xizmat rahbari sifatida uni juda yaxshi anglaydi. Isroilda siyosiy qarama-qarshilik keskinlashdi. Natijasi qanday yakunlanishidan qat'iy nazar, bu voqea allaqachon tarixga kirdi. Shinbet Shabak, ya'ni Isroil umumiy xavfsizlik xizmati rahbari Ronen Bar Isroil sudida Netanyahuga qarshi ko'rsatma bermoqda.